Assalomu alaykum, aziz zamondoshim. Sog' omonmisiz? Sizga va oila a'zolaringizga tinchlik, totuvlik, sihat, salomatlik, fayzu baraka hamda doimo omad yor bo'lsin. Allohim hammamizni yaxshiliklar bilan siylasin. Omonat dunyoda, omonatmiz rost. Goho yashamoqdan sabrimiz to'ldi. Ketar chog'imizda bitta bo'lsa ham kimdir chin yurakdan yig'lasa bo'ldi. Qayerda bo'lsangiz salomat bo'ling, qanday bo'lsangiz ham bo'ling iloyim. Bugungi kuningiz fayzli, barokatli o'tsin azizlarim. Men esa yana bir ajoyib go'zal asarni hukmingizga havola etaman. Sovg'a, muallif Umid Ali. Tun pardasi yoyilgan, oydin sokinlik hukm surayotgan palla. Bu mahal bashar orom to'shagida huzurlanib, shirindan shirin tushlar ardog'ida baxtli onlarni kechirmoqda. Goh-goh olislardan uvillagan itlarning alamli tovushi eshitilib qoladi. Osmonda oy balqigan, shu'lasi yoyilib oydinlik sepini yoyayotir. Barcha uylarda tungi osudalik hukmron. Faqat bir hujra chirog'i yoniq. Bu xonada qitir-qitir tovush chiqarayotgan qalam, shitir-shitir ovozi sezilayotgan qog'ozgina uyg'oq. Zarifa surat chizishga shu qadar berilib ketgandiki, xona eshigining sassiz ochilib, qizim degan mayin xitobni ham eshitmadi. Zarifa, ovoz bir parda ko'tarildi. Zarifa eshik tomondan yo'nalgan ovozga sergak tortib, malol kelguday bo'lib o'girildi. Mushtdekkina bo'lib qolgan, ko'zlarida mung in qurgan ayol tag'in shikasta tovushda davom etdi. Uxlay qolsang-chi, qizim, soatni qara, 12ga yaqinlashyapti. Meni bezovta qilmanglar degandim-ku sizlarga. Tersday bo'lib javob qaytardi Zarifa, yana ishiga sho'ng'irgan. Toliqib qolasan bunaqada, qizim. Ertaga ayasining qolgan gapi bo'g'zida qoldi. Ha, mayli, yotib damingni ol. Eshik qanday ochilgan bo'lsa, shu taxlit yopildi. Zarifa chizishdan to'xtadi. Rasmga tikilib turdi-da, birdan vajohati sel tus olib, uni yulqib g'ijimlab tashladi. 2-3 yapaloqday qog'oz, qistirma mixlar qayoqqadir irg'ib tushdi. Zarifa o'rnidan vazmin turib qaddini rostladi-da, devorda yopishtirilgan taqvim tomon yo'naldi. Uf, deya og'ir xo'rsindi, qizil doira ichiga olingan raqamni izlab topib. Ertaga, vaqt buncha tez o'tib ketmasa-ya. Zarifa hujrasiga sinchkov nazar soldi. Katakdek keladigan xona. Taxlam-taxlam, boylam-boylam turfa suratlar butun hujra ichini egallab olgan. Hatto devorlar ham rasmlar bilan liq. Tuyqus ko'zlari tanish nigohga tushdi-yu, u tomon odimladi. Bu orzular qanot qoqqan, baxt deb atalmish tilsim jilolangan, hayot otliq xilqat aks etgan surat edi. Bu armon dunyosi zabt etgan, alam, g'am iskanjalari qurshovga olgan, dard tomchilari rang bergan surat edi. Portretda Zarifaning shirin xayolidagi, olis orzusidagi shahzodasi jilmayib turardi. Yigitning qorachiqlari tim qora, qoshlari qop-qora rangda, kulgichlari, yuzlari qip-qizarib, butun vujudi qizib turganday edi. O'ta silliq, nafis taralgan quyuq qora sochlar, endi sabza ura boshlagan mayin, nim qora tukchalar, pushti lablar ustida shunday qoplangan ediki, go'yo musavvira o'z san'atining bebaho namunasini emas, qoshida nafasi taralib, tirikligiga shak shubha yo'q navqiron yigitning jamoliga termulib turgandek edi. O'zicha chamalangan 20 bahorni qarshilayotgan siymoda nur tovlanib turardi, nur. Zarifa pastki labini ohista tishlab, boshini xiyol chayqab qo'ydi. Ertaga tug'ilgan kunim, azizim. 30 ga to'ladi yoshim, 30 ga. U rasmdagi jilmayib muallaq qarab turgan nigohga pichirladi.
30 yilki dard gullaydi. Qalbning qat-qatlariga, yurak band-bandlariga nashtar sanchguvchi og'riq yuboradi. 30 yilki alamlar boz-boz nishlaydi. G'am ulg'ayadi. 30 yil ichida 30 ming marta to'lg'angan yurak baxtning tim qoraligidan, omadning sarob tusligidan aziyat chekadi. Kunlar, oylar, yillar rangsiz, jilosiz o'taveradi. Zarifa tug'ma cho'loq edi. Bolaligidan oqsoqlanib yurardi. Maktabga borgan kezlarida 10 yil davomida ko'ngli kemtik, dugonalari orasida tili qisiq bo'lib qolaverdi. O'yin-kulgilarga, dugonalari, sinfdoshlarining quvonchiga sherik bo'lolmadi. Qalb-qalbidan o'rtayotgan, unga tinchlik bermayotgan narsa ham shu oqsoqlik edi. Nogahon bir ikki bezori sifat o'spirin bolalar cho'loq, Zarifa cho'loq deb masxara qilsa, mazax qilsa, uning dunyosi ostun-ustun bo'lib ketar, olam ko'zlariga qorong'u ko'rinib, yashashni-da istamay qolardi. Kunlar shu zaylda ayanchli va alamli davom etar. Vaqt deb atalmish hokim-hakam qachon odil hukm chiqararkan, u shuni kutardi. Muhabbat har kimning boshida bor ekan bu achchiq savdo. Bu ko'ngil og'rig'i Zarifani-da chetlab o'tmadi. Uning ojiz bo'lishiga qaramay, yuragi hukm chiqardi. Sevgi, o achchiq qismat, o sho'rbeshona bosh. Ko'ngil o'yinini kim qo'yibdi oqsoq qizga? Kim? Kim uni bag'riga oladi? Kim uni yupata oladi? Muhabbat deb atalmish qayg'uli azobga malham bo'lishga kim yaraydi? Biroq oqsoq odam emasmi? Barcha qizlardagi ko'z, quloq, soch, burun unda yo'qmi? Bor. Zarifa husnda bebaho edi. Qosh desa qosh, ko'z desa ko'z degulik go'zal jamol unda bor edi. Husnki bebaho, ko'rk begard, bekamu ko'st. Ammo oyoq qurmag'ur oqsoq-da, cho'loq. Oyoq goh yerga kirib, goh tortib olinguday harakatda. Uzluksiz, surunkali tarzda chuqurchalarga betin kirib ketadi oyoq. Maktab ham tugadi. Biroq kuygan ko'ngil jazillaganicha qolaverdi. Taqdir Zarifani butunlay qisib qo'ymagan ekan. Yaratgan iste'dod bergan ekan unga, iste'dod. Zarifa barcha fanlarni yaxshi ko'rardi. Ayniqsa, tasviriy san'atning shaydosi edi. O'zi o'qigan maktabi qoshidagi tasviriy san'at to'garagiga yozildi. Bora-bora mahorati oshib bordi. Qalami uchidan iste'dodining turlari ko'rina boshladi. A'lo rasmlar chiza boshladi. Zebo-zebo manzaralar kashf qildi. Nafis buyumlar suratini soldi. U endi o'zi istagan surat, anchadan beri orzu qilib yurgani shahzodasi portretini yaratdi. Ajib surat. Nozik-tab qalb kashfi bo'lgan edi bu. Shu surat bilan tanlovlarda qatnashib, g'olib bo'ldi. Biroq iste'dod degani baxt emasdi. Kuygan qalb haligacha kuyik. Sho'rlik. Zarifaning ayasi yakkayu yagona qizining umri yolg'izlikda o'tayotganidan yurak bag'ri ezilgan. Unga botinib gapira olmaydi. Og'rinishidan, nimta ko'ngli chorakda bo'lishidan qo'rqadi. Oqsoq qizga biror martada oyoq bosib kelmagan sovchilardan endi umid qilsinmi? Yoshi o'tib, qari qiz nomini olayotgan yagona jigarbandiga kim xaridor bo'ladi? Kim? Bu qalbning tub-tubida olov bo'lib, butun borlig'ini kulga aylantirgan. Zarifaning ayasi ertaga deganda qizining tug'ilgan kunini nazarda tutgan edi-yu, biroq buni aytishga, dilidagini tiliga ko'chirishga istihola qilgandi. Axir 30 yoshing muborak qizim deyolmaydi-ku. G'am-g'ussa nuqsi urilgan uy alam g'urbatlardan cho'kib qolgan. Zarifa ushbu shahzoda portretiga hech to'yinmay tikilarkan, xayolida u bilan birga yashardi. O'z dunyosida sevgilisi bilan kezinar, suhbatlashar, hatto birga uxlardi ham. Soat zang urdi.
Zarifa xayol sururini to'zitgan eshik tepasidagi soatga boqdi. Tungi soat 12. U hushini tiklab, tegrasiga razm solib chiqdi. Ilkis polda turgan g'ijim to'pcha qog'ozga ko'zi tushdi. Xo'rsinib qo'liga oldi, yoyib ochdi. Boya ishlagan, hech epga keltira olmagan tun surati. Manzara jo'n, osmonda chaqnab turgan behisob yulduzlar, o'roq tus oy, bir-biriga tutash uy hovlilar, sal beriroqda Majnun tol, uning egilgan qomati, yerga tekkulik, qayishma shox shabbalari. Nimagadir tabiiylik yo'q, bari qotib qolganday. Zarifa qog'ozni tag'in g'ijimladi-da, axlat qutichaga irg'itib yubordi. So'ng derazaga yaqinlashdi. Pardani surib tashqariga, sukunat izmiga bo'ysunayotgan sokin ko'chaga boqdi. Tunning ma'suma, bokira pallasi. Shamol g'ir-g'ir esyapti. Daraxt shoxlari egilgan kuyi tag'in bosh ko'taradi. Qaysarlik qilib egilishdan bosh tortadi. "O, ana manzara!" deb yubordi quvonchdan terisiga sig'may. Shoshilib o'rindig'iga o'rnashib oldi-da, qaytadan yangi oppoq qog'oz tayyorlab ishga tushdi. Rasm ertalabgacha tayyor bo'lishi shart. Tahririyatdan buyurtma berishgan. Dastlab Zarifa o'z ijod namunalaridan shu tahririyat muharririga olib borganda hayajondan o'zini yo'qotib qo'ygandi u. Suratlarni birin-ketin ko'zdan kechirarkan, ko'zlari porlab, yuzida tabassum uyg'ondi. Bir suratga, bir Zarifaga qarab jilmayar. Axir bu iste'dod-ku, iste'dod, derdi quvonib. Xushchaqchaq odam ekan. Suratlaringizda yigit, qiz, muhabbat manzaralari, aksariyati shular. Turmush o'rtog'ingizga sevib tekkanmisiz o'zi? deya sho'xlik qilib qo'yganini o'zi sezmay qo'ydi. Ana shu topda Zarifaning ichida uzilish ro'y berdi. Boshini quyi ekkancha jim turaverdi. Noo'rin gapirib qo'yganini tuyqus fahmlagan muharrir ham darrov jumlasiga tahrir kiritdi. Oila muhabbati, oila rishtalarini mustahkamlaydi, singlim. Zarifa esa lom-mim demay boshini ekkancha o'tiraverdi. Tirnalgan yurak qayta tirnalgandi. Zarifa ishini bitirganida soat ro'ppa-rosa 2 edi. Ertalab uni ayasi uyg'otdi. "Tur, qizim, anovi rassom boshlig'ing telefon qilgandi. Zudlik bilan yetib kelsin dedi. Yuragimga olov solib qo'ydi-ya." Zarifa uyquga to'ymagan ko'zlarini ishqalab o'rnidan turdi. Onasining gapini fahmladi. Rassom boshliq Rassomlar uyushmasi raisi. Oldingi tanlovlarda ishtirok etishiga ham shu sarkorlik qilgan. Lekin nega qo'qqisdan qo'ng'iroq qildi? Tez yetib kelsin debdi. Zarifa hech nimaga tushunmadi. Nonushtani ham naridan beri qilib, ayasiga "Men tezda qaytaman" deb chiqib ketdi. Yo'l-yo'lakay buyurtma rasmini egasiga topshirib, shoshgancha Rassomlar uyushmasi binosiga yetib keldi. Toqatsizlanib kutib o'tirgan boshliq tabassum bilan uni qarshi oldi. "Tabriklayman, Zarifaxon, g'olib bo'ldingiz." "G'olib?" hayron bo'ldi u. "Sizga bildirmay portretlaringizdan yuborgandik. Italiyada bo'lib o'tgan yosh rassomlar ko'rik tanlovida bosh g'oliblikni qo'lga kiritdingiz." Og'zi qulog'ida bo'lib javob berdi u. "G'oliblik? Italiya?" tutilib ishonqiramay so'radi Zarifa. "Ha, singlim, sizni jahon tan oldi, jahon." Zarifaning ko'zlaridan yosh tirqirab ketdi. "Italiya, jahon", shivirladi kulimsirab. Hech ishongisi kelmay, qayta-qayta "Italiya, jahon" deya g'udranar, tag'in jilmayib qo'yardi. Zarifa hayajonini ichiga sig'dira olmay, devonalarcha jilmaya-jilmaya telefon go'shagini olib raqamlarni tera boshladi. "Aya, bu sizmi? Tayyorgarlikni ko'ravering. O'rtoqlarim kelishadi." Ha, tug'ilgan kunga." Zarifa umrida birinchi marta mamnun jilmayib qo'ydi.